Bugungi dunyo xaritasiga qarasak, chiziqlar, ranglar, davlatlarni ko'ramiz. Lekin shu chiziqlarni aslida kimlar chizganini bilasizmi? Ko'pchilik o'ylaydi, bu tabiiy narsalar. Tarixdan beri shunday bo'lgan. Aslida esa chegaralarni tabiat emas, insonlar chizgan. Xarita chizish tarixi qadimga borib tarqaladi. 1500-yillarda yashagan Gerodus Mercator degan olim birinchi marta dengizchilar yo'qolmasin deb proyeksiya usulida dunyo xaritasini chizadi. Ammo bu xarita Yevropa davlatlarini kattaroq, Afrikani esa ancha kichikroq qilib ko'rsatgan. Ya'ni xarita ham siyosatga xizmat qilgan. Dunyoni kim qanday ko'rsa shunday chizgan. Keyinchalik Yevropa davlatlari Britaniya, Fransiya, Ispaniya, Portugaliya, Germaniya emalarda yurib, yangi yerlar topa boshlaydi. Kashfiyot degan nomusiz ular yerlarni bosib olishayotgan edi. Shunday qilib ular xaritada o'zlari istagan joyni o'zlariga yozib qo'yishgan. Ammo eng katta xarita o'yini 1884-yilda Germaniyada bo'lib o'tadi. O'sha yili Germaniya kansleri Otto von Bismarck Berlin shahrida katta yig'ilish o'tkazadi. Bu yig'ilishga 14 ta Yevropa davlati keladi. Britaniya, Fransiya, Germaniya, Italiya, Belgiya, Portugaliya va boshqalar. Ular Afrikani stol ustiga qo'yib, qalam bilan bo'lib olishadi. Bu yer meniki, bu yer seniki. Eng achinarlisi, bu jarayonda Afrikaning o'z xalqlari umuman qatnashmagan. Shu sababli bugungi Afrika xaritasiga qarasangiz, ko'p chegaralar to'g'ri chiziq qalam bilan chizilgan. Bir xalq ikki davlat orasida qolgan joylar juda ko'p. Shuning uchun u yerda hozirgacha urushlar, ichki nizo va mojarolar tinmaydi. 1914-yilda boshlanib, 1918-yilda tugagan Birinchi jahon urushi esa Yevropani butunlay o'zgartirdi. Germaniya, Avstriya-Vengriya, Usmoniylar va Rossiya imperiyalari qulaydi. 1919-yilda Parijda Versal shartnomasi imzolanadi va Yevropaning yangi xaritasi chiziladi. Polsha, Chexoslovakiya, Yugoslaviya kabi yangi davlatlar paydo bo'ladi. Ularni chizgan oddiy xalq emas, diplomatlar, siyosatchilar va g'olib davlatlar edi. Amerika prezidenti Woodrow Wilson har bir xalq o'z taqdirini o'zi belgilasin degan edi. Lekin amalda bu g'oya ham siyosiy manfaatlarga xizmat qilgan. 1945-yilda Ikkinchi jahon urushi tugagach, dunyo bo'linadi. Endi kuch markazi Yevropadan AQSh va SSR tomon o'tadi. Sharqiy Yevropa SSR ta'sirida qoladi. G'arbiy Yevropa esa AQSh bilan ittifoqda bo'ladi. Shunda temir parda degan tushuncha paydo bo'ladi. Bu faqat geografik emas, mafkuraviy chegarani o'zi edi. Urushdan keyin Birlashgan Millatlar Tashkiloti shunday qaror chiqaradi. Chegaralar qanday chizilgan bo'lsa, shunday qoladi. Maqsad yangi urushlarning oldini olish edi. Ammo bu qaror ayrim joylarda muammolarni muzlatib qo'ydi. Masalan, Hindiston bilan Pokiston o'rtasidagi chegara inglizlar tomonidan chizilgan. Isroil va Falastin o'rtasidagi chiziqlar urushdan keyingi siyosiy kelishuvlar natijasi. Afrikada esa yuzlab qabilalar hali ham bir chiziq tufayli ajralib qolgan. Shuning uchun dunyoning ko'p joylarida urushlar, nizo va notinchliklar bor. Bu hodisalar aslida inson chizgan chiziqlarning natijasi. Bu chiziqlar tabiatning qonuniga emas, kuchlilarning manfaatiga asoslangan.